Isro va Me'roj mo'jizasi. Nabiy sallallohu alayhi va sallamning mo'jizalari juda ko'p bo'lib, bu kitobda samoviy mo'jizalari Isro va Me'rojdan boshlaymiz. Malik ibn Sa'sa radhiyallohu anhu Isro voqeasini payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamdan rivoyat qiladi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam aytdilar: Men hatimda yotganimda kelguvchi kelib ko'ksimni yordi va qalbimni chiqarib oldi. So'ng iymon bilan to'ldirilgan tillodan bo'lgan bir idish keltirildi va undan qalbimni yuvdi. So'ng idishdan chiqarib yana joyiga qaytarib qo'ydi. So'ng menga hachirdan pastroq va eshakdan balandroq oppoq bir ulov keltirildi. U ko'zi yetgan joyga qadamini qo'yardi. Unga mingach Jabroil bilan birga ketdik va dunyo osmoniga yetib bordik. U osmon eshigini ochishlarini so'radi. Sen bilan turgan bu kishi kim deyildi. Jabroil Muhammad dedi. U jo'natildimi deyildi. Ha dedi. Xush kelibsiz, qanday ham yaxshi keluvchi keldi deyildi va eshik ochildi. U yerdan o'tgach Odamni ko'rdim. Bu otang Odam, unga salom ber dedi. Salom berdim. U alik olgach, xush kelibsan solih o'g'il va solih payg'ambar dedi. So'ng Jabroil men bilan birga ikkinchi osmonga ko'tarildi. Yetib kelganimizda ochishlarini talab qildi. Sen bilan turgan bu kishi kim deyildi. Jabroil Muhammad dedi. U jo'natildimi deyildi. Ha dedi. Xush kelibsiz, qanday ham yaxshi keluvchi keldi deyildi va eshik ochildi. U yerdan o'tgach Yahyo va Isoni ko'rdim. Ular xolovatchadirlar. Bular Yahyo va Iso, ularga salom ber dedi. Ularga salom berdim. Alik olishgach, xush kelibsan, solih birodar va solih payg'ambar dedilar. So'ng Jabroil men bilan birga 3-osmonga ko'tarildi. Yetib kelganimizda eshikni ochishlarini so'radi. Sen bilan turgan bu kishi kim deyildi. Jabroil Muhammad dedi. U jo'natildimi deyildi. Ha dedi. Xush kelibsiz, qanday ham yaxshi keluvchi keldi deyildi va eshik ochildi. U yerdan o'tgach Yusufni ko'rdim. Bu Yusuf, unga salom ber dedi. Unga salom berdim. Alik olgach, xush kelibsan solih birodar va solih payg'ambar dedi. So'ng Jabroil men bilan birga ko'tarildi va 4-osmonga yetib kelganimizda eshikni ochishlarini so'radi. Sen bilan turgan bu kishi kim deyildi. Muhammad dedi. U jo'natildimi deyildi. Ha dedi. Xush kelibsiz, qanday ham yaxshi keluvchi keldi deyildi va eshik ochildi. U yerdan o'tgach Idrisni ko'rdim. Bu Idris, unga salom ber dedi. Unga salom berdim. Alik olgach, xush kelibsan solih birodar va solih payg'ambar dedi. So'ng Jabroil men bilan birga ko'tarildi va 5-osmonga yetib kelganimizda eshikni ochishlarini talab qildi. Sen bilan turgan bu kishi kim deyildi. Jabroil Muhammad dedi. U jo'natildimi deyildi. Ha dedi. Xush kelibsiz, qanday ham yaxshi keluvchi keldi deyildi va eshik ochildi. U yerdan o'tgach Horunni ko'rdim. Bu Horun, unga salom ber dedim. Unga salom berdim. Alik olgach, xush kelibsan solih birodar va solih payg'ambar dedi. So'ng Jabroil men bilan birga ko'tarildi va 6-osmonga yetib kelganimizda eshikni ochishlarini talab qildi. Sen bilan turgan bu kishi kim deyildi. Jabroil Muhammad dedi. U jo'natildimi deyildi. Ha dedi. Xush kelibsiz, qanday ham yaxshi keluvchi keldi deyildi va eshik ochildi. U yerdan o'tgach Musoni ko'rdim. Bu Muso, unga salom ber dedi. Unga salom berdim. Alik olgach, xush kelibsan solih birodar va solih payg'ambar dedi. Uning oldidan o'tayotganimizda yig'ladi. Nega yig'layapsan deyildi. Yig'laganimning sababi shuki, mendan keyin yuborilgan yigitning jannatga kiradigan ummatlarining soni mening
jannatga kiradigan ummatlarimning sonidan ko'p bo'ladi dedi. So'ng Jabroil men bilan birga ko'tarildi va 7-osmonga yetib kelganimizda eshikni ochishlarini talab qildi. Sen bilan turgan bu kishi kim deyildi. Jabroil Muhammad dedi. U yuborildimi deyildi. Ha dedi. Xush kelibsiz. Qanday ham yaxshi keluvchi keldi deyildi va eshik ochildi. U yerdan o'tgach Ibrohimni ko'rdim. Bu otang, unga salom ber dedi. Unga salom berdim. Alik olgach, xush kelibsan, solih o'g'il va solih payg'ambar dedi. So'ng meni Sidratul Muntahoga ko'tarishdi. Qarasam, uning mevalari ko'zadek va barglari esa filning qulog'idek kelar ekan. Bu Sidratul Muntaho deyildi. Unda 4 ta, 2 ta botiniy va 2 ta zohiriy anhorlarni ko'rdim. Jabroildan ular haqida so'radim. Jabroil, botiniy anhorlar jannat anhorlaridir. Zohiriy anhorlar esa Nil va Furotdir dedi. So'ng meni Baytul Ma'murga ko'tarishdi. So'ng menga bir idishda xamir va yana bir idishda sut va yana birida esa asal keltirishdi. Men sutni oldim. Bu sen va ummatlaringning fitratidir dedi. So'ng menga har kuni 50 vaqt namoz o'qish farz qilindi va men qaytdim. Musoning oldidan o'tayotganimda nimaga buyurilding dedi. Har kuni 50 vaqt namoz o'qishga dedim. Ummatlaringning har kuni 50 vaqt namoz o'qishga kuchlari yetmaydi. Allohga qasam, men buni sendan oldin insonlarda tajriba qilib ko'rganman. U oldingi singari so'zlarni aytdi. Yana qaytdim va har kuni 5 vaqt namoz o'qishga buyurildim. Musoga qaytib keldim. U nimaga buyurilding dedi. Men har kuni 5 vaqt namoz o'qishga buyurildim dedi. Ummatlaringning har kuni 5 vaqt namoz o'qishga kuchlari yetmaydi. Men buni sendan oldin insonlarda tajriba qilib ko'rganman va Bani Isroil bilan bu borada qattiq shug'ullanganman. Robbingga qayt va ummatlaring uchun yengillatishini so'ra dedi. Robbimdan so'radim. Endi so'rashga hayo qilaman. Men bunga rozi va taslimman. Uning huzuridan o'tganimda nido qilguvchi, farzimni qabul qilding va men bandalarimdan yengillatdim deb nido qildi. Izoh. Bu hadis qisqacha keltirilgan bo'lib, boshqa rivoyatlarda ba'zi so'zlar ziyoda qilingan va bunda zikr etilmagan ayrim mo'jizalar keltirilgan. Jumladan, ko'ksilarning yorilishi, Nabiy sallallohu alayhi va sallamning uylarining shifti yorilishi, bir necha ming yillik masofaning qisqa vaqtda bosib o'tilishi, Buroqning Nabiy sallallohu alayhi va sallamdan qochmasdan u zotga itoat qilishi, osmonning ochilishi, bu safar davomida osiy gunohkorlarning azoblanishini va itoatli bandalarning ne'matlar ila bahramand ekanini ko'rishlari, Alloh taolo bilan so'zlashganlari, payg'ambar alayhimussalomlar bilan uchrashib ular bilan so'zlashganlari, Malakul Maut kabi ba'zi farishtalar bilan gaplashganlari, samoviy olamda ko'rgan narsalari